Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sharxon Saxovatni yaqindan, uzoqdan, musofirdan aka-ukalarimiz kuzatib turganlar, qo'llab-quvvatlab kelib turganlar, salomatmisizlar? Xo'p, sizlarga inshaalloh kamchiliklarimiz to'g'risida bir batafsil inshaalloh tushuntirishga harakat qilaman. Xabaringlar bor, Sharxon Saxovat uy qurilishlariga, yetim oilalarga va nogironligi bor oilalarga yordam berishda inshaalloh harakatda. Endi bularga sizlar sabab bo'lib turasizlar inshaalloh. Xo'p, hozir bitta oilamizda qurilish ketyapti. Bu qurilishimiz otalari o'tganiga taqriban 3 yil yo 4 yil atrofida bo'lyapti. 4 nafar otalaridan keyin farzandlar qolgan. Bu uy shu bolalar uchun qurilyapti. Bu uyga kerakli bo'lyapti turgan kamchiliklarimiz bor. Hozirda qurilish ketyapti, ustalarimiz bor, lekin kamchiliklarimiz bor. Zaruriyat narsalarimiz bor, lekin umumiy kamchiliklarni sizlarga aytamiz va zaruriyatini alohida to'xtalib o'taman. Birinchi narsa darvoza. Darvoza masalasi. Buni razmerlari necha, qanaqa, nima bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, batafsil tushuntiramiz. Darvozadan kirish va pastlarni ponni steyashka qilish. Steyashka qilishga taqriban bir 10 tonna atrofida sement ketsa kerak. Ozgina met pisoklar o'zlarini shu steyashka qo'yishlik uchun kerakli mahsulotlari bilan birga. Mana uyni hozirgi holati shu holatga kelgan. Ya'ni 3 xona, ichkariga inshaalloh hammom tualeti bilan niyat qilganmiz. Uyni ichlarini ham ko'rsataman. Endi asosiy zaruriyat narsalariga kelyapmiz. Uyimizni 1, 2, 3 ta. 3 ta akfa eshik. 3 dona akfa eshik kerak. 2 ta katta deraza, 2 ta portishkali qilib qilganmiz. Bu yerda hammomimiz bor. Sanuzel, ya'ni ko'rinadimi hozir? Bitta yana kichkinagina eshigimiz sanuzel uchun kerak. Bismillah. Xo'p, yurtdoshlar, yana asosiy narsalardan отделка ishi kerak. Maqsad, bularni sizlarga qo'yishimizdan maqsad mana shu sovuq kunlar yana ham sovuq bo'lib ketguncha bu oilani ko'chirib olishimiz kerak. Inshaalloh niyatimiz qattiq, harakatimiz bor, inshaalloh Alloh beradi. Endi siz bu fursatdan foydalanib qolishingiz mumkin. Deylik, derazasini olib berarsiz, eshigini olib berarsiz, inshaalloh sadaqa joriya. Ayni joyi, inshaalloh ayni joyiga. Xo'p, keyingisi отделка masalasi. Отделка masalasiga ham kerak. Kimda qanaqa homiy bo'lsa, ya'ni отказ qilish yo'q. Kimgadir bitta eshikka, kimdir отделкаga, kimdir yana boshqa narsalarga. Xullas shu uyni bitiraylik inshaalloh va egalariga, haqdorlarga asosiy topshiraylik. Sizlar hech bo'lmasa shu videoni tarqatib, yaqinlardan duo olib, Alloh yo'liga bir yaqinlarga ulashib tursak videolarni, inshaalloh bizning ishimiz yana ham oldiga yuraveradi. Xo'p, yana asosiy narsalarimizdan bittasi bu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, homiylar biz mana shu uyga nima kerak bo'lsa, biz sizga batafsil aytamiz. Ya'ni mayda narsasidan tortib katta narsalargacha, hamma yo'g'igacha nimalar ketadi, nimalar emas, hamma yo'qlarini aytamiz. Hozirgi uyning holati shu holatida. Hozir shu holatiga keldi, poli bo'ldi. Inshaalloh patologga ozgina mablag'imiz ham bor. Patologiya ham bitib ketadi, lekin qolgan narsalariga kimda qanaqaga imkon bo'lsa, sharoit bo'lsa, telefon qiling, bog'laning, biz inshaalloh batafsil tushuntiramiz. Assalomu alaykum, salomat bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlab turing. Hammaga rahmat.